himoya qil. Uni ketidan boraman. Omad yor bo'lsin. Sizlarga ham. Artur, Uni o'ldirish kerak edi. uzoqqa keta olmaydi. Odamlarim osonlikcha tutishadi uni. Sendrat, agar u qochib ketsa, xotirjam bo'l singlim. Dov yurak shahzodamizga sen juda yaqinsan. Sensiz hech qayoqqa ketmaydi. Bu yerga kelganida biz tayyor turamiz. Keyin esa Miledi Morgana unga tomosha ko'rsatasiz. Doimgidek. Xayrli kech. Yaqinlashma. Iltimos, meni o'ldirmanglar. Yana bir qadam bossang u o'ladi. Sen qo'rqoqsan, Sendrit. Umuman o'zgarmabsan. Hozir qo'rqoqlar omon qoladi, Artur. Endi esa qurolingni tushir. Uni aytganini qil. Hayron qoldingmi? Hech ham. Nimalarga qodirligingni bilaman. Bu tasavvuringga ham sig'maydi. Omonmisan? Ketdik. Merlin, jinursan. Bu yerda nima qilyapsan? Yordam kerak deb o'ylagandim. Tezroq ketinglar. Nima bo'ldi? Do'stlaringizdan xavotirlanyapsizmi? Oyog'im. Morgana, nimani o'ylayotganingizni bilaman. Hech nimani bilmaysan. Ketdik. Nima bo'ldi? Oyog'im. Nima qilyapsiz? Ishon menga. Bu senga yoqmagandek menga ham yoqmaydi. Ketdik, Merlin. Men Kamilotga ketinglar demaganmidim? Shahzoda bo'lishingiz mumkin, ammo men doim ham aytganingizni qilishga majbur emasman. Yomon emas. Insonning tajribasi oshaverar ekan. Shunday emasmi? Bo'lishi mumkin. Sendrit sendan nima istadi? Ma'lumot olmoqchi bo'ldi. Men hech narsa aytmadim. Sendrit kabi odam buni aslo tushunmaydi. Kamilot ishonch va sadoqat zamirida qurilgan. Bu tuyg'ularga sodiq qolar ekanmiz. Hech narsa uni yiqita olmaydi. Kiring. Nima bu? Ikkita ipak ko'ylak. Otangiz surishtirsa ko'rsatasiz. Qayerdan olding? 1-2 kun joyida yo'qligini sezishmaydi deb umid qilamiz. Elenning ishlari qalay? Juda yaxshi.